Harbiy xizmat tugashiga hali ancha vaqt bor. Biz esa haligacha biror narsa qo'lga kiritganimiz yo'q. Mayli. Harakat qilib bo'lsa-da, ancha narsa to'plashim kerak. Bu nima? Qani, ko'raychi. Ol. Ya ana nima bo'ldi endi? Ha, dushman askarlari. Bir o'zi hujum qilish uchun hozircha navrat emas. Mayli, polk rahbariga tezroq aytish kerak. Bu yerda oltin bor axir. Kamiga dushmanlar. Ne? Mayli, polkimiz rahbariga aytishim kerak. Narsani aniqladim. Xo'sh, nimani? Faqat uni dushmanlarimiz egallab olgan. Uni tezdan olishimiz kerak. Mayli, uni ola olamiz, lekin faqat menga jang qilish uchun ruxsatnoma berishingiz kerak. Og'zaki yoki yozma? Og'zaki beraman. Tezda qurollanib uni menga olib kel, oltinlarni. Xo'p bo'ladi. Qani tezroq bo'lishim kerak. Harbiy kuch jihatdan ancha ustunmiz. Menda oziq-ovqat yetarli. Xo'p. Maxsus narsalardan nimalardan cho'q. To'polchani solib yubordim. Xo'p, mana. Boshqa narsa kerak emas. Maxsus narsalardan keyin dushman polkini portlatishim kerak. O'rta masofadan otaman, qurol kerak. Bu onlarni men uzoq kutdim. Va nihoyat polkimiz endi birinchi marotaba haqiqiy mayli, avian bilan nishonga olamiz. Uncha yaxshi ko'rinishmayapti. Xo'p. Pozitsiyani egallayman va nega ular ko'rinishmayapti? Cho'lda yomg'ir. Endi buni zo'r tushdi. Hammasi mayli, unda odatiy usulga o'tamiz. Tezroq granatamizni qo'yib, ular kerak. Qonunda bunday qilamiz va qani tezroq.
Endi esa ehtiyotkorlik bilan asta-asta pozitsiyani o'zgartirib borib, ularga zarba beraman. Nimadir merganmasman-da. Mergan bo'lsaydim zo'r bo'laydi. Ikkita raketa behudaga ketdi. Ular meni hozirchalik ko'rishgani yo'q. Lekin ko'rishganlaridan keyin mazalari qochib yuborishadi. Yaqindan otamiz. Qalay bo'ldinglar endi. Yo'q, qochish kerak. O'ldirlar. Ikkinchisi qani? Ana. Portlatib tashlaganimdan ham tirik qolishibdi. La'natlar meni anchagina qiynab qo'yishgandi. Endi esa oltinlarni kavlab olib yerdan ketish kerak. Endi esa boshqa topshirsam bo'ladimi? Tasavvur qilyapsizlarmi? Menga juda katta mukofot pul beriladi. Va boshqalarning yordamini ko'rishni aniqlab oldim. Shu boisdan endi men umuman boshqalardan narsalarni qizg'anmayman. O'sha qizlarning xavotirlarini ko'raman. Xolos uchun o'qib charchab ketdi odam. Boshliq, tasavvur ham qilolmaysiz. Mana. Men 24 kilo oltinni yog'dan olib keldim. O'lsa ular 8 kishidan ortiq edi. Men qirib tashlay deyishdi. Endi buni olib qo'y. Xo'p, boshliq. Akacha, menga mukofot pul beriladimi? Albatta. Sabrsizlik bilan kutaman. Yaqinda menga mukofot pul berishadi. Men esa bunga tayyorman. Shu bilan video tugaydi. Obunachilar, nimaga? Sizlar videolar ko'rasizlar va videolarimga like bosmaysizlar. Iltimos qilaman, shunaqana kanalga obuna bo'lib like bosinglar. Agar obuna bo'lganingizda xullas, xayr.